الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, ey Rabbim, yaratgan egam, har ishga qodir egamsan. Gunohlarni mag'firat qilguvchi zotsan. Allohim hammaga rizq beruvchi zotsan. Juma kunida odam yaralgan kunlaringda gunohlarimizni mag'firat qilgin. Rajab oylarida Allohim gunohlarimizni mag'firat qilgin. Jumla mo'minni ota-onasini jannat firdavsiga mehmon qilgin. Jumla mo'minni gunohlarini mag'firat qilgin. Jumla mo'minni ishlariga rivojini bergin. Jumla mo'minni sog' salomat asragin. O'zbekistonimizga gullar shahri namanganimizga ko'zlar tegmasin. Yurtimiz tinch, osmonlarimiz osoyishta, xonadonlarimiz fayzli, barakotli bo'lsin. O'g'ildir, qizdirga insof bergin. Osmonlarga termultirishdan, qo'llarga muhtoj qilib qaratishlikdan o'zing asragin. Rabbim, Allohim, har ishga qodir egam, o'zing payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam shafoatlardan nasib qilgin. Rabbim, o'g'ildir, qizdirgadir insof, tavfiq bergin. Zurriyotlarimizni islomiy qilgin. Rabbim, ko'p yil, ko'p oylarida xatolarimizdan xato qilmay, Rabbim o'zing asragin. Rabbim, agar rizqlarimiz uzoqda bo'lsa, uni yaqinlashtirgin. Osmonda bo'lsa, yerga tushirgin. Qo'llarimizga bergin. Allohum la ilaha illallahu vahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamdu va ala kulli shay'in qodir.